Bizni qahramonimiz aynan shu joyda ishlaydi. Bilishimizcha, hozir u qaysidir asar ustida ijod qilyapti. Biz sekingina eshigini taqillatib kiramiz. Ketdik. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Sizga mumkin, sizga mumkin. Anvar aka, to'g'risiz? Afzalbek, Yaxshimisiz? Charchagasizmi? Rahmat. Yaxshimisizmi? issiq ekan, yechib maylimi? Bemalol. Keling aka. Qaysi shamolni uchirdi? Yangi yil shukuhi bilan bir yo'qlab keldim. Zo'r bo'pti-da. Qo'shiq aytmoqchimisiz siz ham? Afzalbek, avvalambor hozir mana yangi yil yaqinlashib kelyapti. Shuning uchun yangi yillaring muborak bo'lsin. Rahmat aka, birga bo'lsin. Yangi zafarlarga boy bo'lsin. Birga bo'lsin, rahmat sizga. Bugun sen bilan hech kim bilmagan, hech kim tanimagan Afzal Husanov haqida gaplashmoqchiman. Xo'p, menda odamlar bilmagan qirralarimni ko'rsatamiz tezda. Maqsad shu. Bari aytmayman. Nega endi? Sirmi? Yo, endi aytiladigan gaplarni ko'pini aytganman, endi balki u sizga bog'liq qanaqadir gaplarni ola olsangiz, balki ichingdan sug'urib olaman. Xo'p, qiziqishlar bo'lsa. Masalan, deylik, mana bolaligingdan musiqaga qiziqqansan. Bilishim bo'yicha o'zing sozanda ham bo'lgansan. Ustozlardan ta'lim olib, sekin-sekin bastakorlikka o'tib ketgansan. Agar shu sohani tanlamaganingda Afzal Husanov hozir kim bo'lishi mumkin edi? Endi ko'pchilik xonanda bo'lmaganingizda deydi, bastakor desam, yo bastakor bu siz aytasiz, umuman musiqadan tashqari sohani nazarda tutsangiz, san'atga qiziqmaganingda. Lekin san'at deganingizda bar rassomchilik ham san'at, endi rassom bo'lgan bo'lardim deyman. Endi aynan rassom, portretlar chizadigan rassom bo'lmasam ham, shu qanaqadir dizaynermi yoki hozirgi men bu anaqalarni remont qiladigan bir anaqalar men U ham dizayner. Uyimda ham ko'p remontlar qildirganimda shu ko'p ustalar keladi. Qanaqadir endi men o'zim ranglarni ko'p ajrata olmayman-ku. Bu ham bitta ko'pchilik bilmagan jihatim. Qanaqadir yashil bilan ochiq yashil bilan sariqni adashtiraman ko'p yoki qizil bilan to'qroq bo'lsa qizil bilan adashtiraman. Mana shunaqa sal ranglarga qiynalaman, lekin uyda shu remont qilayotganda qanaqadir dizaynlar, nimanidir qatga qo'ysa chiroyli chiqishi, shu taraflarni yaxshi bilaman deb o'ylayman ba'zi ustalardan. O'zim tushuntirib turaman ko'p anaqada remontlar anaqa qilganimda. Demak, uyni ta'mirlashda dizayner o'zing. Balki shunaqa kasb qilgan bo'lardim deb o'ylayman. Bu gaping bilan high-tech. Bu gaping bilan demak aytmoqchisanki, chizish qobiliyatim bor. Bo'yash qobiliyatim bor. Rasm chizishlarga, shunaqa endi maktabda shunaqa sten gazetalar chizib, anaqalar qilinardi-ku, oldin bayramlarda. Shu qorbobolar. Bitta o'quvchiga yuklanardi bitta sinfda. Shu bizani sinfda ham men o'zim, keyin Botir degan o'rtog'im, uni ham taniysiz. Botir bilan o'sha har doim ijodkorlarning xonasida bo'lardik. Shu devoriy gazetalar chiqarish bo'yicha shu rasm chizish, darsdan chiqib ko'p shunaqa narsaga jalb qilingandik. Shu rasm chizish, rassom bo'lsam kerak deb o'ylagan bo'lsam kerak, balki shu paytda rasm chizishga qiziqardim. Demak, aytmoqchisanki, san'atni qaysi turi bo'lsa ham ijod qilardim. Endi san'at, rassomlik ham bor, san'at deyiladi, shu sohani qilardim. Endi boshqa soha, lekin yoshligimda bilasizmi nima deganman? Birinchi sinfda hamma kim bo'lsam ekan degan savol beriladi-yu. Hammaga shu savolni berishganda traktorchi deganman. Endi hammada shunaqa shakllangan ekan, bolaligida shu o'zi ko'rgan, o'zi ko'rib havas qilayotgan mana shu kasb zo'r bo'lsa kerak. Masalan, magazinchilar har kuni magazindan konfet olamiz, o'sha paytda nimadir olamiz. Shu magazinchilarni eng boy odam deb o'ylaganman. Endi yoki magazinchini farzandi biz bilan o'qisa, havas qilib buni adasi magazinchi, shu do'kondor. Shu sotuvchini bolasi, sotuvchilar eng boy odam deb o'ylayman. Traktorchi deganimning sababi uyimizning orqasida jo'xori ekilardi. Shu jo'xori keyin endi mollar boqilardi. U paytda o'sha jo'xori kombaynni o'radi-yu, o'rib kelib
unda orqasidan traktor yuradi, yonida unga to'kib kelinadi, unda buriladigan joyda anu kombayndan tushib qoladi. Mana uyum anu maydalangan silos tushib qoladi. Yugurib borib qopga solardik endi, bolalar hammamiz solardik-da. O'sha yerda keyin anu traktor to'lgandan keyin traktor olib ketardi uni. Traktor to'la silosni olib ketardi. Endi xayolimizda o'sha silosni uyga olib ketyapti deb o'ylaganman endi. O'shaning uchun traktorchi deganman. Boyagi silos termaslik uchun yosh bana qilgan sari orzular ham o'zgarib boriladi. Keyinroq traktorchi emas, doirachi bo'laman deganman. Keyin rassom bo'laman deganman. Demak, bolalikda tasavvuring kuchliroq bo'lgan. Hozirgiga qarab. O'sha kasbing yaxshi edi, lekin o'shanda qolgan ukam. Hali ham o'zi. Endi shu o'rinda tomoshabinlarga bir narsani aytib o'tishim kerak. Balkim kimdir hayron bo'layotgandir, nega Afzal Husanovni sansirayapti deb. Sansirayotganim sababi avvalo undan kattaman deb qo'ysan. To'g'ri, unisi ham bor. Afzal Husanovni taxminan 20-25 yildan beri yaxshi taniyman. Biz aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Afzal, oilada nechinchi farzandsan? Oilada 3-chiman, 2 ta akam, 1 ta ukam borda. Endi oilaviy ham ansambl bo'lib o'zi yurganmiz. O'sha ansamblimiz tashkil qilingandan boshlab aka-ukalar, akam o'rtoq bor, mana qanaqa qilib yurganlar. Qiziqchilik. Boshlovchilik deganlar. Ukam sintezatorda. Katta akam sho'pirlik ham qilganlar, begona bo'lmasin deb. O'sha deyarli oilaviy guruh bo'lganmiz. Ota avlod, ona avlodda bormi san'atkorlar? Avlodimizda bo'lmagan, endi u dodamgilarni aytishadi, u anaqa paytlarda tarinki o'sha to'ylarda ashulalarni usul-tilasiz aytadigan paytda aytishgan deydi. Jonli ijro. Dodamni amakilari, o'sha dodamiz shunaqa aytishgan deyishadi to'ylarda. Shunaqa qilib. Endi ulardan keyin endi avlodimizda juda san'atkorlar bo'lmagan. Shu keyin aka-uka Vahovlarga havas qilib, akam Rurbobga men doiraga berishgan. Sen o'zingni bir aktyorlikda sinab ko'rmaganmisan? Aktyorlikda endi aktyor bo'lish yoqadi, aktyorlarni anaqa martabasiga chiqishku, lekin men o'zimda aktyorlik eplolmasam kerak deb o'ylayman. Nega? Mahorating bor. Lekin sahnada qo'shiq aytishimni kamaytirishimni sababi ham shu deb o'ylayman. Aktyorlik mahorati sal menda kamroq. O'ziga yoqmaydi. Endi qo'shiq aytib bera olaman, hamma qo'shig'i. Hozirgi kunning talabi aktyor ham bo'lish kerak-da. O'shanaqa o'ynab ayta olsangiz, qanaqadir qo'shig'ingiz yana ham zavqliroq tinglovchiga, ham zerikmaydi. Shunaqa bo'lish havas qilganman, lekin bizani tinglovchi va tomoshabin hozir faqat qo'shig'i o'zi emasdi, o'sha o'zingizni tutishingiz. O'sha narsalar menda kamroq sal. Bekorga bu savolni bermadim. Bir ikkita hozirgi yoshlarning til bilan aytganda vaynlarda ko'rdim seni. Vaynlarda chiqib turaman. Endi vaynlarda hozir shunaqa so'rab turishadi, akalarimga yo'q deya olmayman, aka-ukalarda anaqada o'sha chiqib turaman. Qiziqroq, o'zimga qiziq bo'lsa, qanaqadir o'sha bir ikkita, uchta vaynda seni ko'rdim. Aynan bitta aktyor bilan birga. Bu kim senga? Qarindoshingmi yo qo'shningmi? U vaynda chiqayotgan odam meni tug'ishgan akam bo'ladi-da. Shunaqami? Boyagi ikkita akamni bittalari Ulug'bek akam, shu davralarda o'rtoq borib aktyorlik qiladigan akam. Shu vaynlar qiladilar, ko'p chaqirib turadilar. Endi o'zimiz ko'p yig'ilib turganda, yaqin do'stlar, o'sha eski guruhimiz yigitlari bilan yig'ilganda, o'sha paytlarda qanaqadir vaynlar ovoriladi. Endi o'shanda o'zim ham ijro etib ana qilamiz. U yerda ukam bor, Davron, Ziyodulla shogirdimiz bor. Va o'sha guruhda yurgan Kamoliddin, Botir do'stlarim, Davlat, Qahramon. Ulfat akanda? Shunaqa Ulfat, hammani yoshi har xil. Endi u yerda kattasi shu Ulug'bek akam. Endi oshimiz deb turganda to'xtalaring, vayn olamiz deydilar. Tamom, oshlar so'p. Kim? Ulug'bek akangiz. Mana bundan chiqdi, aktyorlik mahorating ham bor ekan.
Balkim, ha. Demak, sizlar ham bitta teatr qilsanglar bo'lar ekan. Bu endi bosh rolda emas, u qanaqadir o'sha mana bu gapni aytib yuborasan deydilar, o'sha joylarda aytib yuboramiz. Ha, asosiy rolda u. Ha. Ya mumkinmi? Yo'q, voy. Sen qo'rqma deydi. Keling. Keling mana. Ulug'bek akam degan akam mashhur bo'ladilar. Abi yaxshimisan? Charchab? Sog'lik. Hali sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Mana Ulug'bek akam mashhur bo'ladilar. Men hozir bir narsaga tushunmay qoldim-da. Biza birga rol ham o'ynaganmiz. Ancha yillardan beri tanish bizni, to'g'rimi Ulug'bek? Lekin sizlar aka-ukamisizlar? Yo, qiziq bo'ldi-yu. Afzal, men Ulug'bekni anchadan beri yaxshi taniyman. Menimcha tomoshabinlar ham yaxshi bilsa kerak. Birga rollarda ham ko'p chiqqansizlar. Ha, birga rol ham o'ynaganmiz. Ancha yildan beri yaxshi ijodkor sifatida taniyman. Lekin sizlarning aka-ukaliginglarni men bilmagan ekanman. Ko'pchilik bilmaydi, mendan ham so'rashadi. O'sha vaynlarda ham ko'p tegida anaqalarni yozishgan kommentariyalarda shunaqa aka-ukamisizlar deb o'sha billa chiqqan bir ikkita anaqalarimizda. O'shandan bildim ko'p. Begona bo'lsa chiqmas deydi. Ya endi begonada chiqmasam kerak. Ovozimdan ham siz biladi-ku, qo'shiqlarni oldida deb qo'yaman. Afzal akasi bilan deb qolasiz. Shunda bilmagan ekansiz. Yo, lekin to'y hashamlarda ham qo'shiqlar aytib, o'zlari ham anaqa qilardilar. O'sha Qo'shiq aytganmi? Men yo'g'imda Qo'shiq aytasanmi? ashulalarni o'zlari aytgan. Nima deyapsiz? Qo'shiqlar. Qo'shiq zo'r aytadilar. Men ko'proq zaribejniklarni ko'p aytaman. Yodlab, so'zini polni. Ani bugun ham o'zi bitta qo'shiq yozishga kelganlar hozir o'sha qo'shiq yozish kerak, ha, zaribejnik bitta qo'shiq bor. Muzikasini tayyor qilib qo'ydingmi? Ha, muzikasi tayyor. Bo'lmasam siz ishlayveringlar, biz tomosha qilib turamiz. Bitta qo'shiq inglizcha tag'in, o'zbekcha deb o'ylayapsiz. Inglizcha. Inglizchani ham bilasanmi? Ha, shuni o'qib, yodlab. Inglizchani yo mutaxassislar ko'rsatib, o'sha so'z ma'nolari to'g'rimi, anaqasini hammasini tasdiqlatib kelganlar. O'sha inglizcha endi ular ham ko'rib kulmaslik uchun. Uni o'zini talaffuzi bor. Nomi ham Yes degan qo'shiq ekan. Yes. Yes, adashmasam ha degani, to'g'rimi? Ha, o'sha endi. Nima bo'lsa ham ha degan ma'noda aytilgan. Hozir Ulug'bek ashula aytadimi? Ha. Voy. Ingliz tilida. Ingliz tilidami? So'zini o'zim to'qiganman deyaptilar, shu Google'da tarjima qilib nimadir qilibdilar-da. So'zi ham o'zinikimi? Ha, musiqasichi? Qisqasi ham inglizcha o'zlariniki. O'zinikimi? Voy, bir eshitlar ekanmiz-da, qani? Boshlanishi Yomonmasa, brek o'ynab mana shunaqa chiqib bersalar zo'r-da, mana sahnaga. Namdan ancha ashula ketadi mana shundan. qachon ashula aytadi? Qarang. Endi boshlansa kerak. Yes. Ha, endi boshlansa kerak hozir. Bu o'ynab ashula aytadimi? Ha, hozir menimcha. Endi kelyapti. Mana hamdan boshlansa kerak hozir ashula. Tugatdi. Qachon ashula aytadi u? Yes. Ya. Zo'r chiqdimi? Ashulasini qachon aytasiz? Mana shu nima ashula edi? O'zim yozganman. Yo, shu ham qo'shiqmi? Afzal. To'g'ri. Yo'q, lekin ovozlari chiqdi o'zlarini. Ya, qalay? Aujini zo'r oldingiz lekin, aujilari ovozingiz ancha ochilibdi. Ish qilib yig'ilib bormadinglarmi? Tahsil qilib. She'rini yozish yo'li bo'lmadi bor. O, 7 She'rini. Uni inglizcha tag'in talaffuz res. Yoqdimi ashula? Yes. Qani yodlab olsiz. Qo'shiqni yodlab olsiz. Ulug'bek, sen qo'shiq aytmagan. Sen o'sha aktyorligingni qoyillatasan. Aytmadilar-ku shundaqmi? Bu mana vaynlar ko'p olasan-a? Bularni kimdir senga yozib beradimi? Yo'q, shu o'zimizdan kelib chiqib hayotdan ko'rib yasaveramiz. Bu g'oyalar kimga keladi asosan? G'oyani ko'proq o'zimga keladi. Sen kelguningcha biza gaplashib o'tirgandik Afzal bilan, oilaviy guruhda biza dedi. Masalan, sen boshlovchisan, bu qo'shiqchi, sozandalar. Shu teatr haqida ham o'ylab ko'rmadingmi?
Ya endi teatr. O'zingni teatringni ochish haqida. Teatrim menga Instagramdagi teatr menga yetadi. Farzandlaring sani soqingdan ketmayaptimi? Yo. Qiziqmayaptimi? Kichkina nuqul anaqa turadi. Ko'rsatuvlarda mana ham olib chiqing. Banan chiqiydi, bu syomkalar ham o'shani qo'liga beraman telefonda. Kichkina o'g'illari syomka qiladi ko'p vaynlarni. Necha yosh yigit? 14 yosh bo'lib qoldi. Maktabda o'qiydigan yigit Saydalo o'sha syomka qiladi, ko'p telefonlarda vaynlarini ko'pini o'sha olgan. Ha, sani farzandlaringdan-chi? Otangizdan borganlar bormi? Manda Sardor ko'pchilik xonandalar, san'atkorlar biladi. Sardor Zoirov o'g'lim. Shu aranjirovka qiladi yonimda, mashqxonada, yonimizda. Birga ijod qilasizlar. Yaxshi, uni ovozi talabgorlari ko'p, mendan ham ko'p. Ya'ni san'atkorlar uni ham tan oldi. Ha, albatta. Xudo xolsa. Endi shu meni ijodimni ham yengillab turishga yaxshi ko'p endi zamon hozir yoshlar baribir boshqacha fikrlaydi-ku. O'sha ishlashimda, ovozlar alishtirishimda, aranjirovkalarimda shu Sardor ishlaridan ko'rib ham ko'p ovozlar almashib, tajriba almashib turamiz. Shuning uchun ham zamondan orqaga qolmaslikka harakat qilaman endi shularning ishiga qarab.